Diqqat! Dahshatli virus oqibatida odamlar ko'r bo'lib qolmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Rossiyada odamlar gripp Adan keyin ommaviy ravishda ko'rish qobiliyatini yo'qotmoqda. Kasalliklardan asosiy shikoyatlar ko'z oldi tuman paydo bo'lishi, tasvirning aniq emasligi va ko'zda ikkilanib ko'rinish. Bu asoratlar kasallikdan 3 kundan o'tib paydo bo'lmoqda. Moskvada yashovchi ayolning aytishicha, u bir necha kun ichida ko'rish qobiliyati keskin pasayganini his qilgan. Atrofdagi narsalar xira ko'rina boshlagan. Yozuvlar ikkilanib ketgan. Qorong'ida ko'rish va predmetlar diqqatni jamlash qiyinlashgan. Shifokorlar unga grippdan keyin asorat sifatida kelib chiqqan quruq ko'z sindromi tashxisini qo'yishgan. Ma'lum bo'lishicha, ko'rish qobiliyatini kasallik boshlangandan 1-3 hafta o'tib ham yoki bir necha kun ichidayoq yomonlashishi mumkin. Bu yakka holat emas. Noyabr oyi o'rtalaridan beri ushbu muammo bilan murojaat qiluvchi bemorlar soni keskin oshmoqda, deyiladi xabarda.